Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugun men 3 ta kartoshka yarataman. Menda 3 ta futbolchi bor. Bular Valverde, Deserdue hamda Lamine Yamal. Bularning uchalasini ham yaratib ko'ramiz. Qaysinisi kuchliroq chiqishini bu o'zimni xayolim bo'yicha. Sizlar qanday deb o'ylarsanglar, men o'zim yaratyapman. Birinchi bo'lib albatta Federico Valverdeni yaratamiz. Rasm qo'ymoqchi edim, rasmini topolmadim Federico Valverdeni. Valverde yaxshi futbolchiligi uchun ham yaxshiroq kartochkasini yarataveramiz. Masalan, pace deganda tezligini menimcha 94 qilsak bo'laveradi. Shu udari juda ham kuchli, lekin o'yinlarda ko'ryapsizlar, o'ta pasaytirib qo'ygan. Pasi juda ham zo'r emas. Shuning uchun ham driblingi sal bo'lsa ham yaxshi 70 desak bo'laveradi. Men bilmayman-da qanday turishini. Masalan, defensni ham bilmayman. Himoyani narsasiligini bilaman, buni ham bilaman himoyanikiligini. Bunisi yaxshi taklingi yetmaydi. Yaxshi-da taklingi. Takling emas endi. Deb qo'yibdi. Tushunmadim o'zim ham. Ismiga endi Valverde deymiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Men ham 20 ta obunachi chiqishim kerak. Shu endi davlatini ham mayli qo'yamiz. Federico Valverdening davlati Urugvay topish kerak. Urugvay tepada yo'q ekan. Men Urugvay tepada ko'rgandek bo'laverdim. Urugvay emas ekan u. Urugvay. Qani Urugvay? Urugvayni topganimda videoni mana topdim. Zo'rg'a topib oldim hamda buni hammalar ko'rib olinglar. Mana shu qildim. Ko'rib chiqishinglar mumkin. Menimcha shunaqaga arziydi Valverde. Pasi 94, udari 89, tezligi 94, pasi 82, driblingi 70, haligi kuchi 56, to'p topib qo'yishini 70 qildim. Yarim himoyachilik uchun ham to'p topib qo'yishini 70 qildim, lekin hujumchilarda 30, 40 desak bo'laveradi. Urugvayni topolmadim. Shu Urugvay bo'lsa kerak deb shuni qo'yib qo'yardim. Haytlar qilmanglar. Bitta Valverdeni ham davlatini bilmas ekan deb. Endi ikkinchi o'yinchimiz bo'lsa Lamine Yamal. U o'tgan yili bildinglar, nima oldi? Albatta eng yosh yaxshi futbolchi Golden Boy sovrinini yutgan. Menga ishim yo'q, chunki men Realchiman. Sal buni kuchsizroq qilib qo'yaveramiz. Yo'q, o'ziga yarasha qilaman-da. Udari zo'r emas, ko'ryapsizlar. 80 deb qo'yaylik mayli, chunki yaqindan sekin burab gol uryapti. Pasini zo'r 87lar yaxshi menimcha. Keyin driblingi vashe zo'r. Messi bo'layotibdi bir. Ikkinchi Messi desak bo'laveradi. Defensi shu 50 dan ham past qilaylik. 46. Taklingini vashe kam qilsam ham bo'lardi, mayli 56 qilib qo'yaveray. Mana shu menimcha bo'laveradi. Bizga kerakli bo'lgan narsalar kartasini bunday almashtirsa bo'lar ekan. Biz oldingi o'yinchi bo'lib qoldi endi bu. Menga mana shu karta zo'r turadi. O'zi Lamine Yamalning kartasi Golden Boy'larning kartasi bo'lyapti. Ispaniya, La Liga hamda hamma bilgan La Ligadagi hech klub FC Barselonani tanlaymiz. Ismiga esa Yamal. Buni ham obunachilar hozir mana shu yaxshi deb o'ylayman. Menimcha shunaqa ko'ringlar. Tezligi 85, udari 80, pasi 87, driblingi 93,
kuchi 46 или to'p topib qo'yishini 56 qilib qo'yardim. Driblingi 93. Chunki judayam zo'r driblingda o'ynayapti. Shuning uchun ham 93 qildim. Sizlarning fikringizni o'zinglar yozib qolinglar. Tezligini, udarini, pasini, driblingini, kuchini, to'p topib qo'yishini o'zinglar ham yozib ketinglar kommentga. O'shanga qarayman. Keyin keyingi videoda yana kimlarni qilishimni ham yozib qoldiringlar. Endi oxirgi futbolchimiz shu yilgi Golden Boy sovrinini yutishi mumkin bo'lgan Desire Doué. Douéni salgina pasroq qilish kerak menimcha. Lamine Yamaldan 87 qilaylik. Chunki ko'ryapsizlar, Desire Doué ham zo'r o'ynayapti. Lamine Yamal sal kuchliroq. Heytlar bo'lib ketishi mumkin. Lamine Yamal kuchli-ku deb. Desire Doué o'ziga mos, PSG-ga mos narsani qo'yamiz. Или biz aynan qo'yadigan narsamiz mana shu yerda. O'zi Fransiya. To'xtanglar, Premier Ligadamidi PSG? Voy, Liga 1da PSG. Или bu yerdan ham Liga 1 tanlaymiz. Tezligini yaxshiroq qilaveramiz 86. Udari buniki ham o'sha 82. Pasi bu ham voshye zo'r bo'lyapti. Ko'rdinglar, finalda nimalar qilib tashladi? 2 gol, 1 assist qildi. Bunday o'ynashda hech kimga emas. Messi ham 3 o'yinda 1 gol urayotganda Desire Doué 1 o'yinda 2 gol urib tashlayapti. Driblingi voshye zo'r ekan, 92 bor. Chunki ko'rsdinglar-ku qanday aldab o'tib ketyapti. Kuchi yoshligini sababidan sal kuchsiz. To'p topib qo'yishlari ham zo'r ekan, lekin boshqarib yuribdi. Shuning uchun ham 70 qilayoq. 64 qilamiz. Shu yarashadi Desire Douéga. Keyingi safar o'yinchilarni 3 o'yinchi yozib qoldiringlar kommentariyaga. Keyingi safar hattoki mana bu yerga rasmlarni ham qo'yib chiqaman. Hamda o'zinglarning fikringizni ham yozib qoldiringlar. Har xil odamlar bo'ladi. Menimcha shu yarashdi unga. Bir xilgada Desire Douéni 90 yoki 90 qiling deyish mumkin. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bir yo'la kanalimizga 20 ta bo'lsak, yana zo'r videolar olishni boshlayman. Ili kimga DLC akkaunt kerak bo'lsa, kommentariyaga menga kerak deb qoldiringlar. Bitta akkaunt bor. Juda ham zo'r emas. 3 ta dona sariqligi bor akkauntni berib yuborishim mumkin sizlarga. Eng ko'p kommentariyada eng ko'p like yiqqan obunachimizga men o'sha akkauntni berib yuboraman. DLC 25 da ochilgan. Hamda 3 ta o'yinchisi bor sariqlik. Olmoqchi bo'lganlar tezda kommentariyaga kirib, tezda yozib qoldiringlar. Keyin 2-3 kundan keyin qarab turinglar kommentariyalariga. O'sha kommentariyalarga yozaman men. Siz g'alaba qozondingiz, shu akkauntni beraman deb 3 kundan keyin buni aniqlayman. Aynan shu videoni tagiga yozib qoldiringlar. 3 kundan keyin g'olibni aniqlaymiz va akkauntni berib yuboraman. Bolalar, bugungi video tugadi. Hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga bye bye.